Nimaga barcha talabalar Toshkentga kelyapti, nimaga viloyatlarda o'qimayapti desa, u yerda o'qish darajasi yo pastroq yoki o'qituvchilar yetmayapti deydi. Shuncha o'qituvchini har yili chiqaramiz, lekin baribir o'qituvchi yetmayapti. Oddiy misol, super kontrakt degan tushunchani to'g'risi sal tushunish qiyin. Ya'ni imtihon topshirayotgan paytda imtihondan o'ta olmagan, qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, ikkicha, lekin ko'proq pul to'lasa, baribir o'qishga kirib ketadi. Ungacha 10 yil maktabda o'qimagan odam institutga kirib yoki universitetga kirib, o'sha 4 yil yoki 6 yil ichida nimadir o'qiydi deb o'ylaysizmi? Menimcha yo'q. Lekin super kontrakt to'ladimi, o'qishga haqqi bor. Bir o'ylaymanki, o'zim turib olib aqllilik qilyapti, o'zicha deydiganlar ham bo'ladi. Ammo yaxshilab o'ylab qaraydigan bo'lsak, nahotki gaplarim noto'g'ri. Nahotki biz ertaga yomon darajadagi yoki saviyasi past mutaxassislarga kunimiz qolishini xohlaymiz. Eskilar aytardi, kunimiz kinnachilarga qoldi.